Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik pedagogika instituti Oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Tog'ay Turdimurodman. Bugun sizlar bilan biz matrisalar algebrasi, matrisalarni qo'shish, songa ko'paytirish, matrisalarni ko'paytirish mavzularini ko'rib chiqamiz. Demak, xo'sh, bizga matrisa berilgan bo'lsin. Ya'ni matrisa deganda o'z nimani tushunishimiz kerak? Matrisa deganda biz ta'rif m ta yo'l va n ta ustundan iborat bo'lgan ushbu jadvalga aytiladi. Demak, m ta yo'l deganimiz bizda m ta satr hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin m ta satr qayerda joylashganligini. Va n ta nima ustundan iborat. Xo'sh, yoki mana bunaqa ko'rinishda beriladi. Endi demak, bu matrisamiz bizda m ga n o'lchovli matrisa deyilar ekan. Masalan, A matrisamiz berilgan bo'lsin. Ya'ni A matrisamiz 2 ga 3 o'lchovli hisoblanadi. Ya'ni satrlar soni 2 ta, ustunlar soni esa 3 ta bu 3 ta. B matrisamiz bizga 2 ga 4 o'lchovli matrisa deyiladi. Demak, buni qayerdan bilishimiz mumkin? Mana bu yerda bizga ko'rsatilganki, 2 ta satr va 4 ta ustundan iborat. Satrlarimiz, misol uchun, birinchi satr birinchi elementi deb aytiladi. Ya'ni mana buni biz mana bu yerda ko'rsatib belgilaganmiz A1 A1imiz demak y darajasida t ga teng, A1 1 ga teng, A1 -1 ga teng va A1 kosinus t ga teng. Xo'p, A2 0 ga teng, A2 4 ta t ga teng, A2 -7 ga teng va A2 1 - t ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Matrisalarni demak biz lotin alfavitining katta harflari bilan belgilaymiz. Ya'ni A, B, C bosh harflar bilan belgilaymiz. Mana bizga A matrisasi berilgan. Mana bu yerda A matrisasi keltirilgan va uning elementlarini biz A matrisa elementlarini A, I, J deb olamiz. Ya'ni I bilan J bu yerda ixtiyoriy natural sonlarda o'zgaradi. Demak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin A, I, J lar matrisa elementlari hisoblanadi. Xo'p, agar deyapti, matrisaning yuqoridagi matrisaning barcha elementlari 0 ga teng bo'lsa, demak bu 0 matrisa deyiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, 0 matrisani ichidagi barcha elementlari 0 lardan iborat. N'inchi tartibli kvadrat matrisa berilgan bo'lsin. Ya'ni kvadrat matrisa degani m ga n o'lchovli emas, balki kvadrat, ya'ni m ga m, n ga n, balki 2 ga 2, 3 ga 3, 4 ga 4 kabi matrisalarni tushunishimiz mumkin. Mana bu yerda elementlarini qarashingiz mumkin. A1 A1 A1n va hokazo A1n, A2 A2 va hokazo A2n, ANO1 ANO2 va hokazo ANN. Ya'ni bu yerdagi matrisamiz satrlar soni bilan ustunlar soni teng bo'lgani uchun buni biz kvadrat matrisa deb ataymiz. Xo'p, mana bizga keyin bizga diagonal matrisa ham berilishi mumkin. Diagonal matrisa deganda nimani tushunamiz? Diagonal, ya'ni bosh diagonaldagi elementlari 0 dan farqli, qolgan barcha elementlar 0 lardan iborat bo'lgan matrisaga 0 matrisa deyiladi. Mana bizga ko'rishingiz mumkin diagonal matrisa qanaqa bo'lish shaklini. Ya'ni A1 A2 A3 va hokazo ANN matrisa 0 dan farqli elementlar hisoblanadi. Qolganlari esa qolgan elementlari 0 element hisoblanishi kerak. Demak, xususiy holda yuqoridagi matrisani 1 deb olaylik. Ya'ni A1 A2 A3 va hokazo ANN larda biz 1 deb qaraydigan bo'lsak, bizga bu yerda birlik matrisamiz kelib chiqadi. Ya'ni birlik matrisani determinant qiymati 1 ga teng hisoblanadi. Determinant qiymati deganda mana bosh diagonalini biz hisoblaymiz. Bosh diagonalimiz 1 ga teng bo'lganligi uchun bu nima deymiz? Birlik matrisa deb ataymiz. Xo'p, matrisalarni qo'shish va ayirish. Matrisalarni qo'shish va ayirishimiz biz quyidagicha amalga oshiriladi. Demak, A matrisamiz bizga berilgan bo'lsin, m ga n o'lchovli, ya'ni uning elementlari A, I, J lar. B matrisamiz berilgan bo'lsin, u ham m ga n o'lchovli. Uning elementlari esa B, I, J, ya'ni bu elementlar hisoblanadi. Ikkala matrisani qo'shsak, A ga B matrisani qo'shsak, birorta S matrisa hosil bo'ladi. Va o'sha S matrisamiz ham m ga n o'lchovli hisoblanadi. Va uning elementlari A matrisaning mos elementlari bilan B matrisaning mos elementlari yig'indisidan tashkil topgan elementlarga aytiladi.
Xo'p, misol uchun mana birinchi misolni ko'raylik. A matritsasi berilgan bo'lsin. 1, 2, -3, 4, 0, 2 va B matritsamiz berilgan bo'lsin. -1, 6, 3, 8, 12, 14. A va B matritsalarining yig'indini topishimiz uchun biz A ga B, ya'ni mos elementlarning barchasini o'zaro qo'shamiz. Demak, 1 ga birinchi turgan elementimiz A to'plamida 1, B A matritsada 1, B matritsada esa -1. Ikkalasini qo'shamiz va hokazo mana shu ishlarni amalga oshirib, mana bizga mana bu yerda bitta S matritsamiz hosil bo'lyapti. S matritsamizdan mana A matritsamiz 2 ga 3 edi, B matritsamiz ham 2 ga 3 edi va S matritsamiz ham 2 ga 3 matritsa hosil bo'ldi. Demak, matritsalarni qo'shish xossalari. Demak, A matritsaga ixtiyoriy 0 matritsani qo'shsak, matritsani o'zi hosil bo'lar ekan, ya'ni A matritsani o'zi. A va B matritsalarni qo'shganimizda A ga B ni qo'shsak ham yoki B ga A ni qo'shsak ham ikkalasi qiymati o'zgarmas ekan. Yoki bo'lmasa mana bu yerda asosiy qoidasi ham o'rinli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi biz matritsalarni songa ko'paytirish haqida gaplashamiz. Matritsalarni songa ko'paytirish ixtiyoriy birorta konstanta songa ko'paytirishimiz mumkin. Demak, mana A matritsamiz berilgan va A matritsaga biz ixtiyoriy bitta lambda sonni ko'paytiramiz. Mana lambda sonni A matritsaga ko'paytirsak, uning barcha elementlariga o'sha lambda sonni birma-bir ko'paytirib chiqishimizga keladi. Mana bizga bu yerda o'shani ko'rinishi keltirilgan lambda sonni matritsa elementlariga ko'paytirilishi. Mana ikkinchi misolni qaraylik. Ya'ni bizga A matritsa berilgan bo'lsin, -3, 4, 2 ta, sinus 2 ta. Matritsani iltizosi 2 ga ko'paytiring. Ya'ni iltizosi 2 miz bizni birorta o'zgarmas konstanta son. Demak, buni yechishimiz uchun biz iltizosi 2 ni A matritsasiga ko'paytirishimiz va elementlarning barchasiga ko'paytirib chiqamiz. Mana bu yerda bizga barchasiga ko'paytirib chiqilgan holati ko'rsatilgan. Xo'sh, matritsalarni soniga ko'paytirish xossalari berilgan mana. Lambda ikkita ozod konstanta sonni matritsaga ko'paytirsak ham hech qanday qiymati o'zgarmas ekan. Lambda sonni ikkita matritsani yig'indisi ko'rinishiga ko'paytirsak, ikkala matritsaga ham ko'paytirib yig'indi ko'rinishida yozar ekanmiz. Ikkita konstanta sonning yig'indisini biror matritsaga ko'paytirmoqchi bo'lsak, o'sha matritsalarni ham ikkalasiga ko'paytirishimizga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, matritsalarni ko'paytirish. Ana endi matritsalarni o'zaro bir-biriga ko'paytirishimiz haqida gaplashamiz. Mana bizga A matritsasi berilgan bo'lsin, M ga n o'lchovli va B matritsasi ham berilgan bo'lsin, N ga P o'lchovli. A va B matritsalarni ko'paytirsak, qanaqadir birorta R matritsa hosil bo'lyapti va uning o'lchovi M ga P o'lchovli bo'lyapti. Xo'p, mana bu yerda bizga formulasi keltirilgan. Ana endi birorta misol ko'raylik. A matritsasi berilgan bo'lsin 1, 0, 2, -1, 0, 3. B matritsasi berilgan bo'lsin 2, -1, 4, 0, 3, 1. Ya'ni bu yerda A matritsani B matritsiga ko'paytira olamiz, lekin B matritsani A matritsiga ko'paytira olmaymiz. Chunki birinchi ko'paytirilayotgan matritsamizda ustunlar soni, satrlar soni ikkinchi ko'paytirilayotgan matritsamizda ustunlar soniga teng bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerda ko'paytirish ko'rsatilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni birinchi satr elementlarini ikkinchi satr ustun elementlariga ko'paytirib, yig'indisini mos ravishda hosil bo'ladigan R matritsamizni birinchi elementi sifatida yozamiz. Mana bizga mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. A va B matritsalarining ko'paytmasi mana bizga ko'rinyaptiki 3 ga 3, ya'ni kvadrat matritsa hosil bo'lyapti. Demak, bugun biz sizlar bilan matritsalarni qo'shish, ayirish, matritsalarni songa ko'paytirish va matritsalarni ko'paytirish mavzusini ko'rib chiqdik. Shu bilan bugungi mavzumiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.